2800 bu bugungi qarz emas-da. Yo, o qarzini gapirmang. Davlatning pulichi, budjet pulichi. Hay, finansini olasizlar, baribir, to'g'rimi? Kenasi u kechiktirganingiz uchun, lekin uni siz kechiktirib yura olmaysiz, shuncha vaqt o'tdi endi. Hay, iloji yo'qmi uni? Oltin tumanidagi Food Agrocity fermer xo'jaligining qariyb 9 milliard soliq qarzdorligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 131-sonli farmoni ijrosi yuzasidan qishloq xo'jaligi ekin maydonlarida o'sha qarzdorlik hisobiga undirish xatlov jarayoniga keldik. Jamiyat bugungi kunda uzoq yillar mobaynida to'lanmasdan kelinayotgan soliq qarzdorligi to'lanishi paysalga solinmoqda. Shu sababli Majburiy ijro byurosi, tuman hokimligi hamda viloyat soliq boshqarmasi bilan hamkorlikda mana shu farmon ijrosi bo'yicha qishloq xo'jaligi korxonasiga tegishli yer maydonlarini belgilangan tartibda auksionga chiqarib sotish orqali undirilgan mablag'lar hisobidan byudjet soliq qarzdorligini singdirish hamda ortiqcha mablag'lari bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni ko'rish bo'yicha xatlov jarayoniga keldik.